360 kun yesangiz ham zerikmaydigan o'sha tovuq va oddiy guruchni uy sharoitida qanday oson tayyorlash jarayonini ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Ta'mi bor-ku, shunaqangi mazali, to'g'ri ovqatlanish paytida hech qachon zerikmasdan mazza qilib yeysiz bo'ladi. Xo'p, boshladingizmi? Birinchi YouTube video to'g'risi ozgina hayajonliman. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Assalomu alaykum o'rtoqlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Xo'p, meni tanimaganlar uchun o'zimni tanishtirmoqchiman. Men Zulfiqor Salohiddinov, to'g'ri ovqatlanish va fitness bo'yicha mutaxassisman. Turkiyada tahsil olganman va hozirda Istanbul shahrida yashayman. Sahifamga obuna bo'lib kuzatib borsangiz, bundan keyin sizga to'g'ri ovqatlanish, fitness, ozish, vazn tashlash, vazn olish, jamiki sog'lomlashtirishga oid barcha videolarni sizlar uchun taqdim qilaman. Bugun ko'rsatadigan retseptim barchamiz yeydigan, to'g'ri ovqatlanishga o'tganimizda hammamiz ozgina bo'lsa ham tatib ko'rgan o'sha oddiy tovuq va guruchni qanaqa pishirish jarayonini ko'rsatib o'taman. O'zim har kun yeb zerikmagan o'sha tovuq guruch retseptini beraman. Xo'p, hozirdan kanalga obuna bo'lib o'sha nima deydi? Zinjir tugmasi nima deydi? Qo'ng'iroq tugmasi, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangiz, video qo'yganimda sizga kelib turadi. Xo'p, xudo xolasa boshladik. Oldimizda tayyor kesilgan 800 gram go'sht bor, tovuq go'shti. Endi men magazindan tayyor oldim, kesmasdan turib, ya'ni kesilgan tayyor go'sht sotib oldim. Xo'p, sizlar uchun buni endi marinatsion variantini ko'rsataman. Qanaqa qilib marinat qilamiz, shuni ko'rsatmoqchiman. Xo'p, go'shtga e'tibor berishimiz kerak. Go'sht qalin bo'lmasligi kerak. Bu o'zi chiroyli kesib to'g'ralgan, o'sha grill qilib pishirsa bo'ladi, tavada pishirsa bo'ladi. Iloji bo'lsa men profilimga kirsangiz, Instagram profilimda shu qanaqa kesilgan variantini ham ko'rsatib qo'yganman, ko'rishingiz mumkin. Bu juda oddiy kesilgan varianti. Shuning uchun, to'g'ri olyapsiz, bo'ldi. Mana nima ketadi? 800 gram tovuq go'shtimiz bor. 1,5 qoshiq oddiy zaytun yog'imiz bor va 2 choy qoshiq paprika, ya'ni qizil paprikamiz bor. Bu o'sha achchiq bo'lmaganlar. Agar achchiq xohlasangiz, achchig'idan olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, endi bularni chiroyli qilib marinat qilib olamiz. Xo'p, ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi YouTube videomizga xush kelibsiz. Ketdi ana. Xo'p, orqasidan 1,5 choy qoshiq, endi bu sal ko'proq ekan, men buni bitta choy qoshiq olib bering, pardon. Yoki 2 choy qoshiq ham bo'laveradi. Yaxshilab bezib olamiz. Xo'p. Bu 1 choy qoshiq. Bu 2. Borani 2,5 bo'lsin. Bizdan nima ketdi, to'g'rimi? Xo'p, endi 1,5 bu men o'lchab qo'ygandim. 1,5 osh qoshiq olivka yog'i, ya'ni zaytun yog'i bor. Endi buni shunday qo'shamiz. Oshiqcha narsa, peripravalar, har xil kaloriyasi baland mahsulotlardan qo'shib o'tirmaydi. Oddiy magazinlarda sotiladigan tovuqni marinat qiladigan peripravalar bor. Ularning tarkibida shakar miqdori bor. Har xil miqdorlar qo'shilganligi uchun kaloriyasi baland bo'lib ketadi. Biz oddiy qizil paprikadan foydalanamiz. Nimaga? Chunki kaloriyasi yo'q. Xo'p, menga 2 qoshiq olib bering. Aralashtirib olamiz. Xo'p, bo'ldi. Endi ustini stretchlab olib qo'yamiz hozir. Bir minut men strech olaydi. Tovuqni xolodilnikka qo'yib qo'ydik, ozgina dam olib tursin. Endi biz guruchni pishirib olamiz. Men guruchni har doim basmati bo'lgandan ishlataman, chunki basmati guruch qolgan guruchlarga nisbatan glikemik indeksi past bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanishdamisiz, vazn tashlamoqchimisiz, vazn olmoqchimisiz, farqi yo'q. Mana shu guruchdan foydalanishingiz kerak. Hop, tarozida tortib olamiz. Hop, necha gram guruch tortamiz? Hozir 3 kishimiz uyda. Abdulaziz, Maqsad ukam va men. Endi necha gram guruch ketadi bizga? Siz necha gram yeysiz? Primer necha gram yeysiz? 150 gram, 150 gram, bu yoqdan 100, 250 gram olsak yetar ekan. 250 gram tortib olamiz endi. Xo'p, guruch pishirishda meni eng zo'r texnikam bor. Nima bilasizmi? Guruchni aslo yuvmayman. Mana shu oddiy holatida qovuraman, bo'ldi. Gaz yoqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shuni olyapsizmi? Yana allaqay gapirayotgan bo'lmay. Endi qozon ozgina qizib olish kerak, qizimasa bo'lmaydi. Ozgina qizib olish kerak. Nima uchun qovuramiz? Qovurishimiz asosiy sababi guruchimiz maydalanib ketmasin. Guruchimizni pishirishimiz uchun oddiy olivka yog'idan ishlatamiz. 250 gram uchun 1 osh qoshiq yetadi. Xo'p, endi 1,5 choy qoshiq olivka yog'imiz bor. 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 1,5 choy qoshiq olivka yog'imiz bor
Hop, qovurish jarayonida ya'ni baland olov bo'lsa yaxshi. Ko'p qovurmaymiz, 1 minut, 1,5 minut qovuramiz xolos. Ko'p qovuradigan bo'lsa bo'lmaydi. Suv o'lchab qo'ymaganman sizlarga, lekin ko'rsataman qancha quyishlaringni. Ko'p ham quymaysizlar, oz ham quymaysizlar. Ko'p qo'ysalaring ezilib ketishi mumkin, oz qo'ysalaring pishmay qolishi mumkin. Shuning uchun o'rtacha qo'yamiz. Xo'p. Qani bismillah. Bo'ldi, mana shu yetadi. Bitta ko'rsatib qo'ying operator. Mana. Qancha stakanligini bilmayman, chunki har doim pishirganimda taxminan qo'yaman, o'zi ko'z o'rganib qo'yaman. Shuning uchun sizlarga ko'rsatib qo'ydim yana ham. Xo'p. Guruchimizni qopqog'ini yopdik, o'rta olovga qo'yib qo'ydik. Vitaminlarimizni ichib olamiz. Xo'p. Ajoyib. Abetakin zal bor. Tushun. Hop. Argona Caps. Bu vitamin to'g'risida hali to'liq ma'lumot beraman. Keyingi YouTube videolarimda ko'rasizlar, xudo xolasa chiqaramiz. Hop, oradan 15 minut o'tdi, guruchimiz ham pishdi. Tagi ham olmagan, juda chiroyli bo'lib pishgan. Oddiy guruch. Bu o'sha sog'lom dieta paytidan bemalol yeysiz bo'laveradi. Ikkinchi etapda nima turibdi? Tovuq go'shtimizni pishirib olamiz. Xullas, oddiy grill tovoqda pishiraman. Bu kirmas, yana kir deb o'ylamanglar, bu oddiy. Nima deydi, pishganda o'sha qolib ketgan, yuvsak ham ketmagan. Yaxshi yuvilgan lekin. Hop, endi buni qizdirib olamiz. Birinchi yaxshi qizish kerak. Shunga ahamiyat bering. Ko'pchilik qo'yadi-da, ustiga sirazi tovuq qo'yadi. Tovuq yopishib qoladi, keyin ko'chmaydi. Agar tovuq yaxshi qizilsa, go'shtingiz shunaqangi mazali bo'lib pishadi, yopishib qolmaydi asosiysi. Ahamiyat beringlar, yaxshi qizimasa agar tovuqlaringiz yopishib qoladi. Endi buni biz qanaqa yog' qo'shamiz? Oddiy olivka yog'idan 1 choy qoshiq yetadi. 1 choy qoshiq qo'ysangiz kaloriyasi ham baland bo'lib ketmaydi, ko'tarilib ketmaydi. Ko'p emas. 1 choy qoshiq yetib ortadi. Mana yetib ortadi. Bizga salfetka kerak bo'ladi. Salfetkani olasiz, hamma yog'i yetish uchun. Agar cho'tka bo'lganda yaxshi edi-yu. Turib hamma joyga bunday tegizib chiqasiz. Hamma joy yog'lansa, shunda yopishib qolmaydi. Anaqa tovuq go'shtimiz bo'ldi. Oddiy, ham yog'ini, oshiqcha yog'ini olib tashladik va hamma yog'ini chiroyli qilib yog'lab oldik. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p. Marinad bo'lgan go'shtimizni oldik muzlatgichdan. Juda ham chiroyli bo'lib, toz bitta ko'ramiz. Biz hozir qancha pishiramiz bilasizmi? Bu yerda 800 gram bor. Biz 3 kishimiz 200 gramdan o'rtacha 600 gram pishiramiz. 200 gram qoladi yana. Shu narsadan foydalanamiz. Bu bo'lsa juda ham yaxshi. Qo'limiz qizil bo'lib qolmaydi-da, chunki bu sovsladik. Xo'p. Tavamiz qizidi. Xo'p, tovuqni chiroyli qilib qo'yib chiqdim. Endi buni ustiga ozginadan tuz sepib qolamiz. Bo'lmasa bo'lmaydi. Tuzsiz bo'lmaydi. Biz tuzsiz ovqat yemaymiz. Savurchib turib, gapim eshitilmayapti-da. Keyin yoqib qo'yamiz oz. Nimasi uy tutun bo'lib ketadi agar. Biz sepamiz tuzlarimizni chiroyli qilib. Agar ozginadan sepsiz, ikki tarafiga ham sepsiz bo'ladi. Chiroyli qilib yetadimi? Ko'p emas. Ko'p kerak emas. Bo'ldi. Baland olovda pishiraverasiz, qo'rqmang, yaxshi pishadi. Tovuqlarimizni pastki qismi pishdi, endi bularni bitta ust tomonini ham pishirib olamiz. Xo'p. Qarang, qip-qizil bo'lib, shunaqangi zo'r pishgan bor-ku. Bu kuyib ketmang, yana kuyib ketgan deb yozmanglar kommentariyaga. Kuymagan bu. Va nihoyat go'shtimiz tayyor bo'ldi. Endi buni o'chiramiz gazini. Bo'ldi. Endi go'shtlarimizni chiroyli qilib 3 kishiga moslab turib terib chiqamiz. Xo'p. Bu tomoniga qo'ysam, bu tomoniga mana qilamiz. 2 3 tadan qo'ysak bo'ladi, menimcha. Xo'p. Xo'p. Endi guruchimiz qoldi. Guruchga to'g'ri kapkurimiz bo'lmaganligi uchun oddiy cho'mishda suzib chiqamiz, endi iloji yo'q. Buni yaxshilab aralashtirib, birinchi hop. Ko'rinyaptimi? Olavering. Hop. Endi sekin. Bismillahirrohmanirrohim. Bittadan solsam, menimcha ikkitadan yetib bo'lsa kerak. Xo'p, mana guruchlarimiz qarang, ezilib ketmagan. Eng qizig'i ezilib ketmagan. Juda ham chiroyli bo'lib pishgan. Yeganingizda mazza kayf qilasiz, bora. Hech qachon zerikmasdan mazza qilib yeysiz bo'ladi.